Assalomu alaykum inkubator ishqibozlari. Xitoyda ishlab chiqarilgan 2026-yilda to'liq avtomatlashtirilgan inkubatorlarni olib kelib qo'yganmiz. Video davomida ishlatish tartibi, narxlarini tushuntirib o'tamiz. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Qani unda boshladik. Bir boshdan boshlayveramiz. Bu inkubatorimiz 24 talik bo'ladi. Mana ko'ringda. Bu 24 talik qanaqa? Tovuq tuxumida hisoblanadi 24 talik. Bedana tuxumida bo'lsa misol 2 barobar ko'paytirib 48 ta, 50 ta, 50 tadan oshiqroq sig'averadi, xudo xolasa. Buni ishlatish tartibi juda ham oddiy, sodda ishlatilgan. Xo'p, batta bo'lsa mana tablosi, set bu nastroykalari, plus minuslari, keyin mana bu yerda misol tuxumni palaxta basgan ko'rish uchun lampochkalari bor. Knopkalarni misol bemalol bosib ishlatib, o'zingiz ham misol bir qator ishlatsiz ko'rib olasiz, u qiyin emas ishlatish. Xo'p, bunda ikki xil rejim bor. Avtomatik rejim bor. Keyin agar o'zim misol hamma yo'g'ini o'zim qo'yaman, gradusini, namligini o'zim qo'yaman desangiz, unaqa rejimi ham bor. 220 voltda ishlaydi. Mabodo to'kingiz o'chib qolsa, boshqa bo'lib qolsa, o'sha holatlarda mana o'zini misol shtekeri bor. Akkumulyatorga ishlatib 12 voltlik ishlatsangiz bo'laveradi, bemalol ishlayveradi. Xo'p, keyin yana yonida suv quyadigan bachoylari bor. Xohlasangiz misol bunga 3 ta ulang, xohlang 2 ta ulang, xohlang 1 ta ulang. Ularni namligiga qarab turib, o'zingiz misol bir qator qo'yaverasiz. Xo'p, yana bitta narsasini aytib o'tib ketaman. Bu bo'lsa, misol ichkarida issiqlik datchigi, buni ishlatayotganingizda o'zi yana bir qator videoyimiz bor. Sizga bizdan xarid qilgan mijozlarimiz uchun biz tashlab beraman videoda. O'zida ham keyin varaqqa chiqarganmiz ishlatish qo'llanmasi bor. Xohlasangiz undan, xohlasangiz videosini tashlab beramiz. Qaysi biri qulay bo'lsa, o'shundan ko'rib, nastroykalarni misol to'g'rilab olaverasiz. Ishlatish juda ham sodda. Ana ventilyatorlari bor. Ventilyatsiya misol ichkarida havoda aylantirib turadi. Buni bo'lsa, bo'shatib qo'yasiz. Bu datchik bo'ladi bu. Ichkarida misol issiqlikni, namlikni misol o'lchab turadi albatta. Battan o'lchaydi, batta mana temperaturasi, issiqligi, namligi, keyin mana qo'ygan kunlaringizgacha o'zi sanaydi. Keyin ishlatayotgan mahallingizda namligi oshib ketsa yo tushib ketsa, issiqlik oshib yo tushib ketsa, o'zi avtomatik signal berib sizni chaqiradi. Misol o'zimiz tilda aytganda, shunaqa holatlarda unda ham misol unaqa qilmaysiz. Namlik tushib ketgan bo'lsa, namligini misol ko'tarib qo'yasiz. Yo issiqlik oshib ketgan bo'lsa, issiqligini tushirib qo'yasiz. Shunaqa. O'zini komplektida bo'lsa, mana tuxum ochishiga yaqin qo'yganingizdan keyin 18-kunga ochishiga yaqin tuxum postini, bu spreylari bor, idishlari bor, namlab turasiz. Nimaga namlab turasiz? Polapon ochishi osonroq bo'ladi. Posti namlab yumshoq bo'ladi. Bunda namlab tursangiz yumshoqlik bo'lib qoladi. Shunda ochishi juda ham oson bo'ladi. O'zining spreylari bor. Keyin hech qaysi misol inkubator sotadigan joyida ko'rmagansiz, bu narsani aniq aytaveraman, xudo xolasa. Bu narsa bor. Bu narsa nima desangiz, inkubatorda ichida bug'lab berib turadi. Namlikni o'zini misol ichida namligi bor. Mana misol mana undan qo'ysangiz, o'zi avtomatik maytdan namlab ketaveradi. Bu qo'shimchasi bu. Bu misol yuraytsa ham bo'laveradi buni. Buni yuraytsa ham bo'laveradi. Bu narsa parlab berib turadi. Bu narsa faqat bizdan xarid qilgan mijozlarimiz uchun, biz o'z komplektida chiqmaydi. Misol qo'shimchasiga qo'shib beramiz, xudo xolasa. Buni misol ulashlari, qator uni ham tushuntirib o'tib ketay. Mana uchida USB kabeli bor. Buni mana bu yerga shtekeri bor, ishga ulab, mana shuni ulab ishlataverasiz. Xo'p, endi bo'lsa buni tushuntirib o'tib ketdim. Endi buni ham bularni ham ishlash mexanizmi bir xil bo'ladi. Bunaqa qiyin emas. Ishlash mexanizmi bir xil bo'ladi, faqat farqi katta kichikligida xolos. Bu 24 talik bo'lsa, bu 36 talik bo'ladi. Endi sizlarga 2026-yilda mana misol eng oxirgi modelini ko'rsatib o'tib ketaveraman. Xudo xolasa, O'zbekistonda birinchilardan bo'lib olib keldik biz buni. Mana ko'ringda. Bunda ham xuddi misol
tovuqmi, bedanami, g'ozmi, o'rdakmi bemalol qo'yib, misol bunda ham misol oshtirsiz bo'ladi. Bu 40 talik bo'ladi. Bu 70 talik. Nari yonidagi bo'lsa 105 talik bo'ladi. Buni yana misol bitta maytda shunaqa yangi misol modelda shunaqa narsalari bor. Mana o'ziga gubkaga o'xshagan narsa qilib qo'ygan. Bu poka yoki gubka emas o'zi. Bu narsa suvni shimaydi ichiga. Suv shimagandan keyin mana ulab qo'yasiz. Ana yonidagi bu narsa bo'lsa suvni ichkariga otib berib turadi. Mana ana bakillashgasi bunga suv quyib qo'yasiz. Bundan oladida bu ichkariga otib berib turadi. O'zi tomchilatib sekin otib berib turaveradi. Bu suv shimaydi. Ichkarini misol tuxum qo'yganingizdan keyin u avtomatik ichkari isiydi. Isigandan keyin mana bu narsa suv shimagandan keyin bu ham parlanib turib, namlaydi misol ushlab berib turadi bu ham. Bu 2026-yilda o'sha Smart eng oxirgi modeli bo'ladi. Buni ham ishlatish tartibi juda ham oson. Bu yerda ekrani bor, nastroykasi, plyus minuslari. Bunda ham misol tuxumni palaxta bo'lmaganini ko'rib olsangiz bo'ladi bunda ham. Ishlash tartiblari juda ham oddiy, sodda. Bunda ham mana komplektida suvga misol sprey idishi bor. Keyin 12 volt ishlaydigan mana o'zini misol shnuri bor. Xo'p. Bu 24 talik bo'lsa, bunisi 36 talik. Bu yangi modelimizdan 3 xili bor. 40 talik, 70 talik, 105 talik. Uchalasini ham ishlash tartibi bir xil, o'ta ham sodda ishlangan. Bemalol yosh bola ham, yosh katta odam ham ishlataveradi. Ishlatish qiyin emas. Xo'p, endi bo'lsa narxlariga keldik. Narxlarni bir boshdan mana kattalaridan tushuntirib o'tib ketaveraman. Ha, aytgancha, kattasida suv sug'arish biroz boshqacharoq. U ham qanaqa aytsangiz, mana olib kelingda qarang. Bunga suv quyasiz, yoniga qo'yasiz. Mana orqa tomonida ikkita joyi bor. Buni misol mana aytdim, shuni solib qo'yasiz ichiga. Xuddi mana ukol olsak bo'ladi-ku, xuddi shunaqa narsa. Misol suvni ochib, ozroq, kamroq qilib battan to'g'rilasiz bo'laveradi. Bunda ham xuddi shunaqa parlab berib turadigan shunaqa datchiklari bor. Bularni ham misol o'zimiz qo'shtirib olib kelganmiz. Hech qaysi o'zi komplektida chiqmaydi. Bular ham 12 voltda ishlaydi. Akkumulyatorga bemalol suv ishlataverasiz. Xo'p, endi bo'lsa eng asosiy joyi narxiga keldik. Bunimiz 192 talik bo'lib, 192 taligimizning narxi 165 dollar. Bu 3 qatori bo'ladi mana. 3 qatori bo'ladi. Xo'p, bunisi bo'lsa 128 talik. Bunda ham misol shunaqa bachoylar bor. Suvni misol paspanat qilib ishlataverasiz. Buni narxini bo'lsa 135 dollar qilib beramiz. Bu 2 qavat bo'ladi. Bemalol misol spirallarni orasini misol tuxumni razmeriga qarab turib katta-kichik qilaverasiz. Ishlayveradi bemalol. Buni narxini aytdim, 135 dollar qilib beramiz. Bunisi bo'lsa 100 talik bo'ladi. Buni narxini 115 dollar qilib beramiz. Xo'p, endi bo'lsa bunisi bor, 64 talik bu. Buni narxini 110 dollar qilib beramiz. Mana 3 ta yangi modelni aytib o'tib ketdim. Bu 3 ta yangi modelda. Buni narxini 140 dollar, 105 taligi, 70 taligi 120 dollar, 40 taligi bo'lsa 95 dollar. Endi bularni ukasi bu 36 taligi bu 85 dollar qilib beramiz. 24 taligi bo'lsa 75 dollar qilib beramiz. Bizdan xarid qilgan mijozlarimizga xudo xolasa ishlatish qo'llanmalarini, xohlasangiz video ko'rinishida, xohlasangiz biron linklarga chiqarib qo'yganmiz. Ishlash tartiblarini shularni misol qo'shib beramiz, xudo xolasa. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Videoyimizda kamchilik bo'lgan bo'lsa, ming bor uzr so'raymiz. Biroz hayajon bo'ldi. Unga aytib yurmaysizlar. Xo'p. Mahsulotlari bo'yicha qanaqadir savollaring bo'lsa, kommentariyada yozaverasizlar bemalol. Ekranlaringda ko'rinib turgan raqamlarga murojaat qilaverasizlar. Kanalimizga obuna bo'lib, videoga like bosishni unutmang. Xayr, sog' bo'ling.